Men hozirgina oziq-ovqat do'konini sotib oldim va uni ichida butun shaharga yetarlicha ovqat bor. Undan keyin bu bolani do'kon ichiga yopib qo'ydim. Va shu joyda har bitta o'tkazgan kuning uchun aravachada $10,000 pul olib beraman. Bu haqiqiy jinnili aka, ketdi. Buni 24 soatdan keyin olasan. Ha mayli. Bu challenge orqali Alex multimillioner bo'lishi mumkin. Qisqa qilib gapirganda, u shu do'konda bir necha yil qolishi mumkin. Endi esa boshladik. Yaxshi, Jimmy ketdi. Men nimaga ketar ekanman? Bu yoqda yillar o'tkazishim mumkin. Narsalar olishga ketdi jonginam. Agar Alex butun do'kon bo'ylab chizilgan qizil chiziqdan chiqib ketsa, challenge tugaydi va u topgan puli bilan ketadi. U magazindan chiqib ketmasligi uchun biz do'konni juda ham ko'p kameralar bilan o'rab tashladik. Ular do'konni har bitta burchagida joylashgan. Birinchi ovqat uchun o'ylashim bo'yicha men steak tayinlayman. Menimcha bu meni yotadigan joyim, do'konni burchagida. Agar har kechasi shunaqa ovqatlansam, bu yerda yillab qolaman. Birinchi kun tugadi, ertalab ko'rishamiz. Rasman 24 soat o'tdi va men birinchi 10 mingtasini olib kiraman. Alex, salom. Ushab ko'r bilani. 10 ming borligini tasdiqlaysanmi? Ishon bor. Men senga ishonaman. Endi challenge sal qiyinlashadi. Har kuni $10,000 olish uchun xuddi shu narx qiymatida menga mahsulot sotishing kerak. Bu joyda ko'proq qolish uchun qanaqa ketma-ketligida ularni sotishni o'ylashing kerak. Yo'q. Omadingga birinchi kunda senda qimmatbaho elektronika ko'p. Menimcha yaxshi fikr. Televizor babram yo'mayman, shuning uchun kerak emas. Sen 22 sent ko'p to'lavording. Qani tekshiruvchi? MVP karta bormi? Yo'q. Ochib beraymi? Yo'q. Obuna bo'lasiz? Yo'q. Mana pullaring. Kris olib ket. Bip. Mayli, yaxshi. Ertaga men yana 10 ming bilan kelaman. Ungacha nima sotishingni o'ylab qo'y. Bu hamma narsani o'zgartiradi. Kelajagiga reja tuzishim kerak. Birinchi bo'lib nimadan qutulishimni ko'rishim kerak. Hayvonlar uchun ovqat va narsalar. Qasam ichaman, pul uchun ham bulan yemasdim. Itlarning ovqatini o'zida $10,000 chiqyapti. Menimcha dam olish payti keldi. Ertaga mahsulotlarni sotish kerak. Hali ish ko'p. Alex, ishlaring qalay, Jimmy? Shularni menga sotasanmi? Bugun itlar uchun ovqat. Yo'q, xudo, bularni butun umr chiqaramiz. To'xta, menga mumkinmi? Men ruxsat beraman. Montajli o'tish. Mana bu boshqa gap. Hamma narsa kassada. Rostdan ham zo'r effekt. Bist mo'jizani yoqtiraman. Hozir bizda $9,991 80 sent. Va mana oxirgi narsa. Endi bizda 10 ming $45. Va mana nimani bilishinglar kerak. Hamma Alex sotgan mahsulotlarni xayriyaga beramiz. Shuning uchun xavotir olmanglar, bular val bo'lmaydi. Keyingi 5 kun Alexga 10 soat o'tdi. 5-kunga u $10,000 ovqat sotdi. Mana shu mahsulotlar tez aynib qoladi. 6-kunga juda ko'p pamperslar va 7, 8, 9-kunga $30,000 mahsulotlarni. U hattoki yordamchixonani topdi va 10 kundan beri yuvmagani uchun u improvizatsiya qilingan hammom qurdi. Bam babam Va kir yuvdi. Tram. Salom, nima gaplar? Qalaysan, Jimmy? Yaxshi. Endi to'g'risini ayt. Bu yoqda qanchalik uzoqlanib tura olasan? O'ylashimcha 100 kun aniq qolaman. Yo'q. Agar Alex juda ko'p cho'zib yorsa, bu video meni eng qimmat videoyim bo'lishi mumkin. Lekin men bunga tayyorman. Voy jallod! Menga sabring yashamaysanmi? Menda pullarim ko'p. Kim shuncha pulni bu yoqqa ortdi? Band. Buni menga 10 minglik mahsulotlarni berganingdan keyin senga bera olaman. Xo'p, bugunga menda yana televizorlar. Kim oziq-ovqat do'koniga televizor olishga boradi? Ular botdan maqotdi. Endi to'g'risini ayt, Alex. Sen televizor qoldirish uchun qaysidir korobkani tosh bilan to'ldirdingmi? Itlar. Mayli, men unga ishonaman. Lekin men boshqa narsani so'raganman. 11-kunga Alex mahsulotlarini samarali tanlab sotishni boshladi. $10,000.89 Va men keyingi videoyimni olishga orolda tiqilib qolganimga, bu yoqda juda noqulay, bu yoqda 30 daqiqa yotamiz degan bitta bo'ladi. Biz bir kishidan Alexga pul olib kelishni so'ragandik. Biz uni pul odam deymiz. Pul odam. Rahmat janob. $100,000. Bu ketishda aniq million olaman. Zerikmasligi uchun qolgan kunlari qanaqa o'tkazgani esa bizga juda qiziq bo'ldi. Pishloqli ko'ptokchilardan devor yasamoqman. Tayyor. Pishloqli ko'ptokchilardan buyuk devor. Da jonginama 3, 2, 1. Buni qilishimga arzirdi. Rostdan ham zo'r bo'ldi. 13-kunga Alex hammomini yaxshilashga o'tdi, chunki bu ahmoqona narsa. Dushni mustahkam qilish uchun 4 ta shunaqa javondan foydalanaman. Shunaqa
shunaqa. Au! Men plyonka ishlatib sherga tortib qo'yaman. Endi devorlar suv o'tkazmaydi. Xo'sh, uni hurmati oshdi. Bu kishi ishlaydigan hammomni do'kondagi bor narsalardan qildi. Wow, mana dush tayyor bo'ldi. Endi tekshirib ko'rish kerak. Xo'sh, bir necha kun o'tdi. Men devor quraman. Bunaqa narsani ko'raman deb o'ylamagandim. Lekin Alex do'kondagi bor suvlarni ishlatib tashabdi. Ulardan o'zini boshpanasiga devor quribdi. U hattoki tualet qog'ozlaridan kravat yasabdi va u qulay ko'rindi. Bu joy juda ham shinamakan. Endi shu yerda o'zida uxlayman. Skaner qilishni boshlash kerak. Bu narsalarni belgilab chiqdim. Sovg'a kartalar juda ham palon pul turadi. Sovg'a otkritkalari qanchalik qimmatligi bizani hayratga soldi. Chunki Alex ularni yig'ib, sotib $10,000 oldi. Men Oroldagi syomkalarimdan qaytgandan keyin salom Jimmy. ancha ko'rishmadik. Alex yordamchixonada forklift bilan yordam berishimizni so'radi. Agar magazinga olib kirganingizda foydali bo'lardi. Sen Krisga haydashga berolsan, ishonching komilmi? Ha, 2, 1. Qatnashnovay xonami. Menimcha yana bir marta qilish kerak. Ey, u ichida. U bilan yaxshi foydalan, ertagacha. Biz ko'rishganimizga bir kun o'tganiga qaramay, Alex rostdan ham sog'inganga o'xshaydi. Uni harakatlari menga faqat shuni bildirdi. Men Jimmy'ni rasmini topdim. Biza birga vaqtishonlik qilamiz. Hisobda adashmasligim uchun qarab turibdi. Yana 10,000 ni skanerdan o'tkazamiz. $10,000 33 sent. Keyingi bir necha kunda Alex samarali ishlashni boshladi. Unga esa yuklovchi yordam berdi. Shuning uchun kravatini yaxshilashga unda vaqt topildi va bu unga juda yordam berdi. Endi ancha yaxshiroq. Va Alexning birinchi niyati million yutib olish bo'lganiga qaramay, Menimcha millionni umid qilsa bo'ladi. yo'q deb umidda bo'laman. U nimaga pullarni ishlatishni yozib chiqdi va u tushundiki, u o'ylagandek uzoq qolib ketish shart emas ekan. $1,000,000 albatta bu yaxshi. Lekin bolalarimni juda ham sog'inman. Kelayotgan oilada ikkalasining tug'ilgan kuni shu paytgacha o'tkazmaganman. Pullarni nimaga ishlatishni tushungandan keyin menga hech bo'lmaganda 500 kerakligini tushundim. Lekin menda atigi 200,000. Shunga men 50 kun bo'tda bo'lishim kerak, lekin deyarli yarmisini o'tdim. 22-kunga Alex kreker baliqlarini yo'q qilishga tayyorlab qo'yibdi. Yo'q xudo. Xo'sh, bu yoqda $10,000 ga baliqlarni yig'dim. Bolachalarni butun armiyasini boqishga yetadi. Xo'p, yaxshi, rahmat janob. Sen oddiy hayot bilan yashayapsan, deyarli. Senga oilangni sog'inayotganing uchun kuniga $10,000 berilyapti. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Ha. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Ko'rib turganinglardek, Alexning kunlari bir xil o'tishni boshladi. Va u boshpana uchun suvdan yasagan devorlarni olib sotishni boshladi. Va u do'kondagi shkaflarni sota olmasligini tushunib, ulardan yaxshi devor chiqadi degan fikrga keldi. Men boshpanamni temir javonlar bilan mustahkamlayman. Ko'rib turganinglardek, Alex o'zini uydagidek his qilyapti. Lekin u bitta narsani bilmasdi. Men do'konni sotib olganimdan keyin chirog'iga to'lamay qo'ydim. Xohlagan payt u o'chib qolishi mumkin. Morosilkalar ishlamay qoladi. Chiroq o'chib qoladi va shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Challenge yanada qiyinlashib ketadi. Aqldan ozib buni motivatsiyasi o'chmasligi uchun biz unga syurpriz tayyorlab qo'ydik. Sizlar Adelan kurgiga keldimi? Ha. Xo'sh, sizlar tayyormisizlar? Albatta. Menimcha u yig'lab yuboradi, bu zo'r ish bo'ladi. Voy xudoyim. Xo'sh, Alex, biz senga syurpriz olib keldik. Salom. Biz xususiy mehmonlarni chaqirdik. Bolajonlarim, qalaysan? Kecha menga oilangni sog'inganingni aytganding. Shunga xijolat bo'lib ketdim. 30 kun bo'lganiga bolalar bilan uni nishonla. Bu daday, qara. Balonchi. Man pipi qilgim kelyapti. Nega bu yerda qutilar ko'p? Men poyga yo'lakchasini yasadim. Anu mashinam. O, bolalarni tushira olasanmi? Senga yoqdimi? Ana ular. Oldimdaligilarga ishona olmayapman. Ada, Yaxki.
Bugun Sara bilan bolalarimni ko'rdim. Juda ham zo'r bo'ldi. Sara bo'lsa har doimgidek chiroyli edi. Seni yaxshi ko'raman. Xayr, yaxshi boringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yuragim sindi. Bolalarimni ko'rganimda ko'zimga boshqacha ko'rinishdi. Ular bu yoshda tezroq o'sishadi. Men ular bilan vaqt o'tkazishimni intiqlik bilan kutyapman. Nima gap? Yaxshisi skaner qilishni boshlash kerak. Biz hozir jin ursin. Nima bo'ldi Svetga? Nima fokus bu? Qani mani fonarigim? Nima bu? Hazilmi? Houston, bizda muammolar. Buni sizlar qildinglarmi? Janob. Tuk. Yo xudo, bu yoq qo'rqimchilik bo'lib ketibdi. Svetni o'chirishdi, Jimmy. Men bu do'konni sotib olganimdan keyin menga kommunal xizmatlarni to'lash bo'yicha blank berishgandi. Lekin men uni to'ldirmadim. Kamera bilan kassa generatorga ulangan, chunki ular bizga kerak. Okey, bu yerda senda nima bor ekan? Xo'sh, boshidan 60 mingga mahsulotlarni tayyorlab qo'yuvdim. Yo xudo, chiroq o'chgandan keyin sen muzlatgichli narsalarni sotishni boshlaysanmi? Ha, vaziyat o'zgardi. Skanerga urishni boshladik. Go'shtdan qutulamiz. Teradigan Men jamoa. aravachani ushlab turibman. Teruvchi jamoa. Eshikni Ular ushlab. muzlatgichni bo'shatguncha men sizlarga Shopify haqida aytib beraman. Shopify bu do'konni sotib olishga yordam berdi. Shunga ular qo'llab-quvvatlaydigan kompaniyani reklama qilishni so'rashdi. Afsuski, bularni sovuq to'shiydigan bizda sumkacha yo'q. Va birga biz Kenga Coolers'ni tanladik. Chandler ichida 12 ta gazirovka yotibdi desam nima qilasan? Wow. U sovuqligini 7 soat ushlab turishi mumkin. Bu uzoq vaqt. Pachka sosiska. Donali sosiska. Pishloqli sosiska. Ular yengil va ixcham. Uni xohlagan joylarda olib yursanglar bo'ladi. Voy, chiqurishda ko'rishamiz. Chandler, sen kassir bo'lib ishlaganmisan? To'xta, sen kim atalab urib o'tding? To'xta, Kenga Cooler ol. Bu yo'ga odamni boshi sig'adi. Opisiyaniyadagi sahifa bo'yicha o'tinglar. Shop ilovasini ko'chiringlar va sizlar Kenga Coolerni sotib olasizlar. Ularga go'shtni skandan o'tkazishga yordam beraman. Mana $10,000 va mana Kenga Cooler. O, zo'r ekan. Ha, aytgancha Alex, men bir haftaga Afrikaga ketaman. Bu safar men Afrikaga syomkalarga ketishim kerak bo'lib qoldi. U yoqda men 100 ta quduq qurganman. Birinchi quduq o'xshadi. Alex muzlatgichdagi mahsulotlarni sotishga shoshildi, chunki ularni xayriyaga berish kerak. Qorong'ida skaner qilishimga to'g'ri keladi. Men juda ham umid qilamanki, Jimmy elektrni yoqadi. To'g'risini aytsam, chiroq yo'qligi Alexga men o'ylaganimdan ham yomonroq ta'sir qilibdi. O'ylashimcha, u nafaqat muzlatilgan mahsulotlardan ayrildi. O'ylaymanki, yuk tashuvchini yiqita olaman. Oh. 7-yo'lakcha ehtiyot bo'l. Bu do'kon bo'm-bo'sh cho'lga aylanib boryapti. Men orqa tarafga o'tib, yuk tashish uchun eshikni ochib qo'yaman. Kunduzi yoriq kiradi va toza havodan nafas olaman. Chunki hech narsa yordam bermayapti. Oho, muncha zo'r. Bu menga qorong'i kunlarni yashab o'tish uchun yordam beradi. Bugun 36-kun. Menda ropparasi $360,000 bor. Nimaga to'xtab qolishim kerak? Aravachani to'ldirishda davom etaman. Ko'p ovqatlar olish kerak. Bu yerda faqat aravacha, ko'p pullar va kunlarni tezroq o'tishini besabrlik bilan kutish bor. Kunning eng hayajonli qismi qizil chiziqqa yaqin turish. Men atigi qari, eski xafa bo'lgan bolakay. Mani hayotimda bunaqa narsa bo'lmagay. Faqatgina do'konda yashab olish. Oilamdan uzoqda, lekin ko'p pullar bilan. Men oldindan ko'p narsani skaner qilib tashadim. Boshqa hech narsa qilgim kelmayapti. Meni xotinimdan, farzandlarimdan ajratadigan narsa faqatgina shu chiziq. Chiroq yo'q, men esa qizil chiziq oldida turibman. Hozir o'zida turib oilamni oldiga ketib yorishim mumkin. Shu narsani ko'p o'ylayman. Men bilaman, men ko'rmagan hali ko'p mahsulotlar bor. Stakanlar, paketda muzlar. Nima? Qaranglar, men nima topdim? Fanar Instastart. Zo'r. Menda 5 ta bor, hammasini yoqdim. Ular butun kuchiga ishlayapti. Atrofimni yaxshi yorityapti. Yana bu yoqda qolishimni his qilyapman. Hoy, Alex, sotdamisan? Yana 10,000mi? Zo'r-ku. Bu ahmoqona. Menda shuncha pulim bor, lekin hech narsa qila olmayman.
Faqat ularga qara olmayman. Вообще-то qarolmaysan ham, chunki qorong'i. Shuning uchun chiroq olib keldim. Iya, rostdanmi? Faqat syomka uchun. Ha, yaxshi. Qolgan vaqting nima qilasan? Men juda ham xohlayapman yuklovchini olib barcha javonlar bo'yicha yurib chiqishni. Oh. Sen o'zing so'rading. Nimalar bo'lyapti? Mayli, men ketadigan vaqtim keldi. Ertaga ko'rishamiz. Mana senga supurgi. Rahmat yigitlar. Tozalab mazza qil. Alex Kris yoygan do'konni yig'ishtirishni boshlagandan keyin u orqadan topolgan basseynni ochiq joyga o'rnatdi. Qani ketdik. Hozir men shlangni tortib, basseyn ichiga tiqqanimdan keyin ertaga mahsulotlar bilan basseyn bo'ladi. Bir haftadan ko'p vaqt o'tdi. Chandler esa menga hech narsani aytib bermadi. Hamma narsa boshqacha ko'rinyapti. Yo xudo, eshikni ochlaring, men ichini ko'rishim kerak. Voyyo, hamma narsa qayerga ketdi? Sen yo'ligingda biza joylarni o'zgartirdik. Kimdir Krisga yuklovchini berganga o'xshaydi. Endi hamma narsa tushunarli. Menga basseyningni ko'rsata olasanmi? Ha, cho'milasanmi? Sen paypoqda tushasanmi? Jinnali-yu. Sovuq. Bomba. Odatda sen basseynda nima qilasan? Men faqat suzaman. Hammasi zo'r bo'ldi, ajoyib. Lekin ishga boshimiz kerak. Mahsulotlar uchun rahmat, basseynda maza qil. Mayli, men orqa qismidan hamma narsani olaman, bu yoqqa qo'yaman. Kim biladi, balki qiziq narsa chiqib qolar. Siramas, Alex shu paytgacha juda charchadi va u yuklovchi bilan yurganida kutilmagan narsa sodir bo'ldi. Voy, kinursan! Yo'q, yo xudoyim! Yo'q, bolakay! Yo'q! Yo'q, xudo! Men bitta tarafga burmoqchi edim, boshqa tarafga qarab ketdi. Yo xudo, meni pullarim ho'l bo'ldi. Ko'p mahsulotlar buzilib ketdi. Bu yoqqa chuqurlashib ketibdi-yu. Meni burchagim suv to'ldi. Suv butun do'konda. Bo'ldi, menga yetadi aka. Men shunchaki ketkim kelyapti. Biz ichkariga kiramiz. Alex, do'stim nimaga botxo'l? Ha, fu. Yo. Oh, Alex. Sizni oldi aravachingiz kutyapti. Oh, qara, o'rnida ekan. Hammasi yaxshimi do'stim? Men yaxshiman. Sen to'kilib ketibsan. Ha, men basseynni yirtib yubordim. Basseynni qanaqa qilib yuritish mumkin? Men palletlarni ortish uchun yonidan o'tib va o'zidan o'zi chapga qayilib ketib qoldi. Yo'q! Hamma narsa namlanib qopti. Yana necha hafta chidaysan? Hafta? Men kundan kunga zo'rg'a yashayapman. Hammasi qanchalik chidashimga bog'liq. Demoqchisanki, ertaga o'rningda o'rgimchak ko'rsak ketasanmi? O, 100 talik. Menimcha u uzoq cho'zolmaydi. Oxiriga yetib qoldi. Bolalar, kelib o'ynab ketmaysanlarmi? Yo'q, shart emas. Sen zerkarlisan. Alex challenge'da boshlaganda magazin shunaqa ko'ringandi. Hozir esa shunaqa ko'rinyapti. 44-kun. Ko'cha lekin qorong'u. Jimmy bugun kelmadi. Ko'p narsa sotishim kerak edi. Men bu narsalarni qo'shimcha xonaga olib kirib qo'yaman. Kimdir menga 10 ming olib kelishiga umid qilaman. Balki ularni esdan chiqqandir. Bu yerda juda ham yolg'izman. Menga pul olib kelmagunicha borib kresloda o'tirib turaman. Yo, nima? Rostdanmi? Shoddanmisan, Jimmy? Bu kunimdagi birinchi suhbat va jinurgir robot. Pulli uchun rahmat. Yo xudo. Hattoki Jimmy ham kelgisi kelmayapti. Shunaqa darajada bo'tda zerikarli. Men uni ayblamayman. Bu juda ham yomon bola. Yo xudo, oilamni juda ham sog'indim. Hozir 45-kun. Chandler, uni ahvoli qanaqa? Itdek zerikib ketgan. Bita bilan yerga uryotibdi. Meni rahmim kelardi, lekin u $450 ming yutib oldi. U xohlagan paytda ketishi mumkin.
Shuning uchun ahvoli yaxshi bo'ladi. Alex, Salom. biza kameraga qaradik va sen juda xafa bo'lgan ekansan. Ha, men zerikib ketdim. Mana 10 ming yaxshiroq bo'ldingmi? Ozgina yordam berdi. Necha hafta qoldi? Men bilmayman, balki 1 soat qolgandir. Rostdanmi? Mayli, qani pullaringni ko'ramiz. Bu hamma sen topgan pullaring, 450 ming dollar. Xo'sh, xursandmisan? Bir soniya, menda seni xursand qiladigan syurpriz bor. Nima? Sen rostdanmi? Salom, Bu yaxshi yana keldingmi? nimasi? Yig'lama. Iloji bo'lmayapti. Mayli. Nega yalangsan? Kiyimlaring qani? Boshlamasdan aytaman, men oyoq kiyimni olganim yo'q. Men bilmayman nimaga u yalang'och. Bu pullarni nimaga ishlatishimizni tasavvur qilib ko'r. Aql bovar qilmaydi. O'ylaymanki, men yana 5 kun chidab tura olaman. Harakatlarimga arziydi. Nima qarorga Biza keldinglar? taroziga qo'yib ko'rdik. Ko'proq pul olish, ko'proq pul olganni olib ketish. To'g'risini aytsam, qolishdan ma'no yo'q. Men ketaman. Naqada pullarni chiqaramiz. Xo'sh, Alex, qizil chiziqni bossang, hamma narsa tugaydi. Men hamma pullarni orqaga qaytarishim mumkin va davom etishimiz mumkin. Bo'pti, orqaga. Mayli, hamma narsani qaytaramiz. Hazillashdim. Ura! Alex do'konda 45 kun o'tkazdi va 450 ming dollar qo'liga kiritdi. Bunga ishonish qiyin, rostdan ham jinnilik. Alexni tabriklaymiz. Alex sizni jondan to'ldirganiga rahmat. Hammangiz zo'rsizlar. Borib unga futbolka topaman. Bizni yerni portlatib qanaqa qilib videoni olganim sizlarga qiziq bo'lsa, Lazer labirint videosida tushunib olasizlar. Albatta ko'ringlar.